Hammaga salom do'stlar, mening ismim Morgan va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, men o'tgan safar qishloqni, xullas men agrodim bor va shu agrodning tagida bir narsa topdim. Yaxshi sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. U yerda xullas, hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Mana bu yerda sirli sandiq bor, lekin men qadrli tomoshabinlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu juda ham muhim va keyingi videolar chiqishiga ta'sir qiladi. Rahmat. Uni ichida nima borligini bilmadim, chunki hali ochishga ulgurmadim. Har safar ochaman deganimda yoki kimdir kelib qoladi yoki mana bunday tun bo'lsa ham kimdir kelib qoladi. Har safar kimlardir kelib qolyapti. Tak qo'shnim ertaga ketish kerak va ochishimiz mumkin bo'ladi. Mashinam mana bu yerda turibdi. Yaxshi, shunchaki ertalab bo'lishini kutishimiz qoldi xolos va ertalab kamerani yoqamanda sizlarga ko'rsataman. Qo'shnim ketgan zahot yo'q. Ungacha esa xayrli tun. Ertalab bo'libdi-ku. Yo'q, xayrli tun qadrli tomoshabinlar. Mening ismim Morgan va nima qilmoqchi edim? Tak, soat necha bo'libdi? Soat 8 bo'libdi. Demak, birozdan so'ng merning yoniga borishim kerak. Chunki kecha aytganda ertalabdan kel 9 gacha deb. Mayli, hozir kelar sarazi yoniga borib kelamiz. Noqulay mebel uchun umuman uxlay olmadim. Hamma yog'im og'rib chiqdi kresloda. Salom janob mer. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xullas, nima dega chaqirdingiz meni? Mana ekib chiqishing mumkin. Rahmat. Va nihoyat mer urug'larni menga berdi. Endi bularni borib ekib chiqishim mumkin bo'ladi va ferma ishga tushadi. Qo'shnim tezroq ketsa yaxshi bo'lardi, chunki ko'rishim kerak do'stlar, sandiqning ichida nima borligini juda ham qiziqib ketyapman. Sizlar ham qiziqayotgan bo'lsangiz, kanalga albatta obuna bo'linglar va videoga ham bittadan like bosib qo'yinglar, chunki bu juda ham muhim. Biz ko'rib chiqamiz sandiqning ichida nima bor ekanini. Sizlarga aytsam, sabrim chidamayapti. Chunki u yerda pullar bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi, chunki men bu qishloqqa kelishimdan sabab biznesim yopilib ketgani, biznesimni tiklashim mumkin bo'lardi agarda u yerdan xazina chiqsa. Qo'shnim qachon ketarkini bilmadim. Balki ketar hozir. Tak, soatim 9 bo'lib qoldi, chunki ana chiqdi. Chin ursin. Tak, bo'la qol, qo'shni. Ketyapti. Davay, yaxshi. Do'stlar, ketdi. Qo'yil, qo'shni qishloqqa yo'l oldi. Ajoyib. Endi esa nima qilishimiz mumkin? To'g'ri, endi biz olib u yerda nima borligini ko'rishimiz mumkin. Xullas do'stlar, mana kech tushdi va mer o'tiribdi joyda, lekin tunda chiqmasa kerak. Hech qachon tunda chiqmaganda men qishloqda vaqtim, shuning uchun ham kelinglar, hozir boramizda sandiqning ichini ochib ko'ramiz. Qani ichida nima bor ekan? Faqatgina mana bular ozgina o'sib qoldi, shunga buzishni istamayman. Uyda hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Qo'shni ham ketgan bo'lishi kerak. Qo'shni, ketgan. Ajoyib, aks holda birdaniga yugurib chiqardi yoki der edi. Yaxshi, hozir ko'ramiz. Qani mana bu yerdan fermani sindirmasdan ochishim mumkinmikin? Yo'q, ocha olmayman-ku. Yerni buzishga to'g'ri keladi. Baribir suv bosib qoldi. Nima? Tak, nima? Skelet? Bo'lishi mumkin emas. Bu yerda rostdan chin ursin, skelet. Bu hazil emas. Haqiqiy skelet. Kim buni? Men agrodim tagida ko'mib ketgan, chunki bo'yni olganimda tekshirmagan edim. Agrod umuman menga tegishli emas deganim. Keyin mer keldi aytdi, agrodga qarash kerak, yashaydigan odam deb. Chin ursin, bilmagandim. Endi nima bo'ladi? Tak, bu sirni hech kim bilmasligi kerak. Hammasini qanday bo'lsa shunday qoldirganimiz ma'qul. Bo'ldi. Hech kim ko'rmadigan bittaman. Haqiqiy ustixon, haqiqiy skelet turibdi u yerda. Bilmadim endi nima qilaman. Endi bu uyda yashashga qo'rqib qoldim. Jin ursin. Agrodga ham borishga qo'rqaman. Endi ayniqsa tunda chiqishga menga kim yordam beradi endi bilmadim, lekin endi bu qishloqda oddiygina hayot kechira olmasam kerak. Nima qilsam ekan? Xullas do'stlar, yana tong otdi. Hammaga salom va nima qilishni bilmayapman. Shunchaki qiladigan ish yo'q. Bu skeletni nima qilishimiz mumkin? Bu yerdan yo'q qilmasak bo'lmaydi, lekin bir vaqtning o'zida mana bu uyni tagini noto'g'ri qurib qo'yishgan. Shuni remontini qilay. Ozgina bo'lsa ham chalg'imasam bo'lmaydi, chunki meni agrodim tagida ustun yotibdi. Mana bularni ham almashtirish kerak. Chin ursin, hali menga umuman remontsiz deyishgandi, lekin agrodni remont qilishimga to'g'ri keldi. Uyni mana bu tagini to'g'rilayman endi. Jin ursin. Mana shu tarafda tosh bor deyishgandi. Endi hozir qidirib ko'ramiz. G'ormi, biror nima bordir, Tak. Mana bor ekan. Faqatgina ehtiyot bo'lish kerak. Kimdir уже kovlagan ekan-da bu yerda. Mayli, hozir biz ham o'zimizga ozgina tosh olib olamiz. Umuman, bilasizlarmi, men o'ylaganimdek hozir qishloqqa kelaman, maza qilib tinchgina yashayman deb. Men esa agrodimning tagidan birinchi kundanoq skelet chiqib o'tiribdi. Albatta bunday bo'lishini istamagandim, lekin nima ham qilardim? Men esa hayron qolgandim, xursand bo'lgandim. Bo'ldi, endi xazina topdim deb. Bu sandiq esa nima ekan? La'nati.
tushunursan, skelet ekan ichida. Xo'p, mayli. Nima qilishim mumkin? Bu yerda tosh bor. Tak, skeletni nima qilib bo'lsa ham yo'q qilmasak bo'lmaydi, chunki u yerdan ertami kechmi kim bo'lsa ham topib oladi. Men esa istamagan bo'lardim menga ortiqcha savollar berishlarini. Ha, mayli. Endi esa aynan shu joydan yana qo'shimcha daraxt ham chopib kelganimiz ma'qul. Xo'sh, qani kelinglarchi. Mana shu daraxtni boshdan oxirigacha chopishni boshlaymiz. Tak, yaxshi. Mana bularni ham olamiz. Tak, okey. Mana bu juda ham katta ekanmi daraxt? Ha, mayli. O'zi mumkinmi katta daraxtlarni chopish? O'ylashimcha faqatgina kichkinalarni mumkin yoki katta mayli hech kim ko'rmadi-ku. Ko'rmadimi? Demak, jinoyat qilmadik deb hisoblash mumkin. Hozir esa qani ketdik. Davom ettiramiz bu yerda remontni. Yo, qancha ish qilishimiz kerak? O, sekin suvni chiqarmaslik kerak edi, qorni yuvib tashladi-ku. Chinirsin. Ha, mayli, mana bu yerlarni ham hozir qo'yib chiqamiz. Ajoyib. Endi esa mana bu 3tasini ham olishimiz kerak. Yaxshi, olib tashlaymiz va bo'ldi. Yopishni boshladik. Yana endi mana bu yerda 2tasi qoldi. Bular ham jonga tegdi-da. Remontsiz hammasi tayyor. Shunday kelasiz, mebel qo'yasiz, yashaysiz deyishganda. Men esa nima qilib yuribman? Birinchi o'yinni yonini remont qildim. Endi esa огородdan skelet chiqdi va огородni o'zini ham remont qilyapman. Qoyil. Albatta, o'ylamagandim bu darajada qiynalaman deb. Ha, mayli. Hech bo'lmasa bepulga remont qilishim mumkin. O'z qo'llarim bilan shunisiga ham rahmat. Va mana bu yerda ham chopib tashlaymiz. Qoyil. Endi esa yana ana bu yerdan olib kelamiz. Tak, qani ketdik. Bu yerda уже kichkina daraxtlar, o'ylashimcha bularni chopsak hech narsa qilmaydi. Xo'sh, bunisini olamiz, bunisini ham olamiz va mana bu yerdagilarni ham. Yaxshi. Bo'ldi. Menimcha boshqa kerak emas daraxt, lekin mayli, qani kelinglar zapasi bilan olib qo'yganimiz ma'qul. Shuning uchun ham yana ham ko'proq chopib olamiz. Mana va bunisini ham. Chunki daraxtlar kamlik qilmaydi va bir chopib olsak shu bilan umrbodga yetadi desa ham bo'ladi. Xo'sh, mana bunisini ham olganimiz ma'qul. Bo'ldi. Menimcha 20 taga yaqin bo'lib qoldi. Ha, 20 dan ham o'tin yo'q, как раз 20 ta bo'ldi. Shuni ishlatamiz endi. Umrimizning oxirigacha yetsa kerak bu qishloqda. Ha, mayli. Tak, qani ketdik. Bularni ekib bo'lamiz va shu bilan sekin astalik bilan mana buni yopamiz, mana buni va mana bu yerlarni ham qo'yib, mana bo'ldi do'stlar. Bu umuman boshqa gap. Endi bizga hech kim xalaqit bera olmaydi, chunki biz krutoy o'rmonchilarmiz. Ha, o'rmondan 20 ta daraxtni chopib keldik. Sekin bo'ldi, yopildi. Ajoyib. Endi suv hech qayerga oqib ketmaydi. Yaxshi. Hammasi chiroyli. Buni qaranglar, o'sishni boshlashdi. Qo'yil. Endi esa keraksizlarni tashlab yuboramiz. Bo'ldi. Mana bu instrumentlar kerak emas menga va bo'ldi. Endi uyimiz ham tayyor, огородimiz ham tayyor va asosiysi skeletni bir yoqlik qilsak bo'lgan. Xo'sh. Qanday borib so'raylikchi merdan yordam bera oladi. Hacha, yo'q do'stlar, merdan so'ramaganimiz ma'qul. Janob mer, ha, men sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Nima? Yuring. Aha. Xo'sh, xullas men огородimda. Qanaqangi огород? Ha, bo'ldi, qani yurchi? Ha, lekin do'stlar, qanaqasiga ko'rsataman? Tushunarsin. Xo'sh, nima ko'rsatmoqchi eding? Xo'sh, qani? Men sizga xullas, men remont qilib qo'ydim, ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Zo'r qilibsan, daraxtlarni yangilabsan. Ha, shunday qildim. Qoyil, aniqmidi? Shuni ko'rsatmoqchimiding? Ha, mayli. Bu nima? Oyliging oldindan. Ha, yo'q. Ha, qoyil. Mana yerda ko'zingizni nakovalnasi turibdi va mer ketib qoldi. Nima? Shunchaki pulni berib ketdi. Yo'q do'stlar. Yuragimga sig'madi aytib berish nimalar bo'layotganini. Bu yerdan skelet chiqqanini chunki qo'rqib ketdim. Agarda meni bo'ynimga qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Chunki axir qo'limga oldim, barmoq izlarim qolgan ran suyaklarda. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Ha, mayli, xo'sh, qani men endi mashinamni astagina olib qo'ya uyimning yoniga, chunki endi qo'shnilar bu yerda yo'q bo'lsa, to'g'ri, kimdir o'g'irlab ketishi mumkin. Chunki bir necha kun avval eshitgandim mashinani ehtiyot qilish kerak deb. Chunki bu yerda o'g'irlar bor ekan. Yo'q, bu yerdan chiqa olmasam kerak ekan. Ha, yo'q, chiqa olmayman. Bo'pti. Bu tarafga endi esa burib olamiz va ketdik. Yaxshi. Bunaqasiga va mana shu yerda to'xtashimiz mumkinmi? Ha, mana shu yerda to'xtaymiz. Davay, bo'ldi, sekin uyning yonigacha. Mana bu yerga do'stlar, mana shu yerda mashina 10-15 gradusga to'g'rilashimiz kerak va bo'ldi. Ajoyib. Mana shunday qo'ysak bo'ladi. Mashina to'g'ri bo'ldi, uyning to'g'risida bo'ldi va parkovka ham to'g'ri qilingan. Endi bizga hech kim mashinamizga xavf solaman deb ayta olmaydi, chunki derazaning yonidan hech kimni duh yetmasa kerak, o'g'irlab ketishga yoki bilmadim. Bu yerda do'stlar xullas mebel sotadigan joy bor ekan. Men o'tgan safar do'kon so'rab borgandim. O'sha yerda bir sariq kiyimli jitel bor edi. Shuni yoniga boramizda, qani ko'ramiz nima mebellar bor ekan. Lekin aytganda hali hech nima yo'q, zakaz qilishim kerak deb, lekin borini ko'ramiz. Tak. Xo'sh,
Janob mebelchi, assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, narsa olishga keldim. Xo'p, mana bu stolni olaman. Aha. Va yana yashil kravatni qancha bo'ladi? $200. 200 buncha qimmat. Ha, endi chunki kam, qishloqda undan tashqari sotishmaydi boshqa. Yo'q-mo'yo. Ha, mayli, olaman, lekin eslab qoldim. Aha. Tushunursan, buncha qimmat bo'ladi deb o'ylamagandim. Agarda bilasizlarmi, o'zim zakaz qiladigan bo'lsam, menimcha baribir ham shu pul tushsa kerak, chunki qishloqqacha ko'tarib kelish juda ham qiyin bo'ladi. Ha, albatta yuk mashinada olib kelishadi, lekin yuk mashinaning pulini to'lash mana shu qiyin. Ha, mayli, tak bo'ldi. 200 bo'lsa, 200 da nima ham qilardik, boshqa ilojimiz yo'q. Bittagina stol uchun $100 va kravat. Ha, mayli, kravatni tushunaman, lekin oddiy stol bor yo'g'i 4 ta oyoq va bitta katta yog'och qo'yilganga tushunursan. Ha, mayli, bo'ldi, mana olib keldim pulni. Kerak emas. Nima? Kerak emas. Qanaqasiga? Senga sovg'a. Yo'q, ha. Nima uchun? Ko'chib kelganing uchun. Rostmi? Ha, rost. Aniqmi? Meni ezarkansanda ol desa olish kerak edi. Bu yoqqa ber endi. Yo'q, mana oling. Tushunursan. Bersa beravermaydimi o'ynashmasdan? Men o'ynashganim yo'q. Men senga ol desam o'zing aniqmi, rostmi deysan? Ha, mayli. Bepuldan ko'ra pulni berib qimmatga bo'lsa ham olgan yaxshi. Zato uni bunday muttaham qilmaydi. Bu deb. Mayli, tak. Mana bu yerda teshik qayerdan keldi, ha? Tushunursan, 1-2 marta shu yerga tushib ketishim mumkin edi. Okey, hozir buni ham yopib qo'yamiz. Tak, stol mana bu yerga qo'yaman. Kravat esa burchakda. Ajoyib. Endi menda mana yer bor edi. Mana shu yerni qo'yib kelsam bo'lgani, огородning yoniga. Bizga keyin kerak bo'lmaydi. Qaysi tarafda edi? Mana bu yerdan hali ham qishloqda yaxshi orientatsiya qila olmayapman. Bo'ldi, yopib tashlaymiz. Ajoyib. Yaxshi. Endi esa bizga hech kim xalaqit bermaydi, tushib ham ketmayman. Xullas do'stlar, shu yerda xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.